Hozir 2 oy vaqt kutdi. 2 oy ana mana bilan bo'lmay qoldi. Mana bayi bizni yana chaqirishga majbur bo'ldik. Yozgi oshxona. Yozgi oshxonalar. Yozgi oshxonani ham 2024da trend bo'lgan toshni ishlatibdilar. Ko'ksaroy. Bu uyimizning narxini video oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rishga tavsiya beraman. Ikkinchi qavatga ham partiyaga ko'rishsiz. Ish haqlari bilan ustalami o'sha 10 ming. Assalomu alaykum, uyim joyim deydiganlar. Bugungi obzorimiz o'zgacha bo'ladi. Nimaga desanglar, biz mana shu joyi reklama qilgandik. 4 tasi reklamaga qo'yildi. O'shandan 3 tasi sotilibdi, bittasi qolibdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oxiriga keldinglar. So'msalar. Charchamay, rahmat. Oke, bitta kattasiz qolibdi. Qolgan sotib bo'libsiz уже. Inshaalloh sotildi. Bu ham sotilgan edi. Bu ham sotilgan edi. Ba'zi bir sabablarga qaytdi mana. Hozir 2 oy vaqt kutdi. 2 oy ana mana bilan bo'lmay qoldi. Mana bayi bizni yana chaqirishga majbur bo'ldi. Chunki qancha telefonlar bo'ldi-da, atkazib berdi. Xullas, endi shunaqasi ham bo'lar ekan. Ha, bo'ladi endi. Endi manzil qayerda ekanini aytgan bo'lsanglar, Nazarbek Mustaqillik ko'chasida joylashgan. Orientir Mustaqillik ko'chasi, hop, Oqturbadan o'tganda o'ng qo'lda. O'ng qo'lda. Pushkin deyiladi bu yoq. Pushkin ko'chasi. Pushkin. Xullas, bu yoq zakritый двор, bolalar mazza qilib o'ynasa bo'ladi. Orqa tomonni ko'rsating, mana bolalar mazza qilib, biz bexavotir o'ynasa bo'ladi. Inshaalloh bu yoqda 3 ta qo'shnilar bor. Har birlari nima deydi? Allohning bir izni bilan hammaligi bir mehribon insonlar-da. O'zimizga o'xshagan yomon emas. Yomon emas. Hammasi bir-biriga mehribon. Aytadi-yu, uyomaga qo'shni ol deydi-yu. Ma'lumoti bilan shuni berib ketyapman, xudo xolisi. Okey, ko'ramiz ichkarida birga edi. Bismillah. Xullas, okey. Birinchi savol, uyimiz nimadan qurilgan? Hop, uyimizda 100% pishug'ishdan, devorlarigacha pishug'ish. Shlaka bo'libmi? Yo'q, devorlarigacha. Ya'ni mana ko'chada o'ralgan zabor bor. Ko'chagacha g'isht ishlatganmiz. Shlaka blok yo'q bu yoqda. Shlaka blok yo'q bu yoqda, xudo xolisi. Kirish joyiga bitta mashina qo'yadigan joy qilibsiz, navesi bilan. Shu joy yoqdi menga. Bu yoqda yashil hududi bor ekan, yozgi oshxona. Yozgi oshxonalar. Yozgi oshxonani ham 2024da trend bo'lgan toshni ishlatibdilar. Ko'ksaroy. Unchuncha chang bo'lavermaydi. Bu ayollarga osonroq bo'ladi, bilasiz, endi artist kelmaydi. Shunaqa. Toza turgandek bo'ladi. Okey, uyimizning nechta xonasi bor? Tegida podvali qanaqa? Hop, uyimizda 3 urilli. Hop, podvoli bilan hisoblagandik 7 ta xona plus oshxona. Hop, yana ma'lumot o'rnida berib ketamiz. Xudo xolisi, suv, gaz, svet, muammo yo'q. Svet, gaz, suv ham muammo yo'q. Umuman muammo yo'q. Biz bir xilgi joylarda to'g'risini aytaman, keyingi joy ko'chib ketishadi, sveti yo'q, постоянно o'chadi yoki gazi slabiy bo'ladi. Xudo xolisi unaqa. Yo'g'anni his qilmaydi odam. Shunaqa. Yo'q, hammasi muammo yo'q inshaalloh. Kelishganda mana bu yoqdan ham, bu yoq qo'shnilardan ham bemalol surishtiravishadi. Uyimizni ichi tayyor holdami shunday? Tayyor holida 100%. Tayyormi sizlar ko'rishga? Kelinglar birgalikda ko'ramiz ichkari tarafini. Birinchi qavatida, okey, nechta xonasi bor? 2 ta xona, plus oshxonasi bilan. Hop. Kattalarga spalni, zal, ayollar sevgan mana oshxonadan boshlaymiz. Bismillah. Keling. Birinchi xonasi oshxona, mebel texnikalari bilan qo'yib. Mebel texnikalari bilan. Gap yo'q. Yo'qda mobodosiga pardani ochib qo'yib, kim kelyapti, kim ketyapti, hammasini kontrol qilsangiz bo'ladi. Panoramni o'rnatamiz. Qaytgacha bu videoni, bu uyimizning narxini video oxirida aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rishga tavsiya beraman. Xo'p, keyingi xonasi bu yoq nima aka? Bunimiz mehmonxona. Hop, bu yoq zal ekan. Bu yoq zal, mehmonxona. Orqa tomonda oynasi bormi yo'qmi? Orqa tomonda eshik, orqada havo aylanishga joylari bor. Quyosh nuri tushib turishga joy bor. Havo aylanadi, quyosh tushadi. Bor. Hop, pardalar bilan qilibsiz. Shu pardani qo'ymasangiz ham bo'lardi, lekin pardan qo'ymasa ham bo'ladi, chunki oldingi qilgan obyektlarimizni ham bilasiz-ku, pardalari bilan. Hop, bu yoqda birinchi qavat uchun общий sanuzyol bor ekan. Tayyor qoldi. Mana yo'g'on nima qildingiz aka? Bu nima endi? Bu yog'imizda tegida topli polli regulatorlari, kiyim ilishga ham shkafda, mana umumiy foydalanish uchun. Hop, uyimiz nimada siydi aka? Uyimizda topli pol 100%. Har bir sanaqalarimizda, spanilarimizda radiatorlar bor. Hop, sifatli radiatorlar. Radiatorlar bor, oynasi bilan. Oynasi, havo aylanishi. Bu xonamiz spalni nechiga nechi? Hop, bunimizda 5 ga 4. 5 ga 4, 5 ga 4. 20 kvadrat. 20 kvadrat bo'ladi. Zalimizda nechi kvadrat shunday? Zalimizda 5 ga 4 bo'lsa, zalimizda 7 dan oshiqroq. 7 ga 4 bo'lsa. U 7 ga 4. 7 ga 4. Bo'ldi. Endi uyimizni ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Sharof aka, ikkinchi qavatga ham anaqa qilibsiz, pardaga qo'yibsiz. Ha. Bu shart emas, siz
haqiqatdan anu uy egasiga, ya'ni oluvchi insonga oluvchi insonga narsa qilish niyati yo'q shunaqa. ekan. Oka, endi ishni yaxshi ko'rib qilsangiz, baribir bilasiz-ku, o'zingizga ham yoqadi. Xo'p, bu yerda bitta kichkina koridor, ya'ni hovlisi ham bo'ladi. Shkaflari qilingan. Birinchi xonamiz bu yerda bitta bolalar xonasi ekan. Bu, deysiz-ki, o'g'il bolalarimizga mo'ljallangan ranglar bilan. Xonamiz nechiga necha aka buni? Xo'p, bunimiz kattaroq. Xo'p, bu ham 5 ga 5 bo'lishi kerak buni. 5 ga 5, 5 ga 5. Yonida Bu yoqda kofecha o'tiradigan joyi bor ekan, joyni deylar, qarasanglar-chi. Gap yo'q. Yoqqan bo'lsa, shu joyimiz. Yo'qsa bitta like bosib qo'yamiz. Va bu videoni 5 xonali kvartirasi bor, inson joy qo'shishdan chiqmasin. Bu yerda nima bor aka? Ikkinchi qavatimiz общий sanuzel. Umumiy sanuzelimiz. Gap yo'q. Yon tomonida bu yerda qizlarga mo'ljallaganmiz buni bu ham. Bu ham 5 ga 5. Bu ham 5 ga 5. Ha. 25 kvadratura. Bittasi aytib ketay, bu yerda ham o'zining alohida oynalari bor. Har bir to'rttaman. Har bitta boshqa kottejlarga borsan, bir xil xonalarni oynasi bo'lmaydi, ya'ni glухой. Yo'q, bu yerda har bir xonamizda bor oynalar. Bu yerda hammasida. Hammasida bor, ha. Ana bu endi spalni bu. Ota-onalar spalni. Buni sanuzeli bormi? Sanuzeli bilaman. Bu yerda sanuzeli bor, ha. Mebel texnikasi hammasi uyga kiradi. Shunaqa. Dushovoy. Gap yo'q. Shu joyimizda kadastr hujjatlari bormi, yo'qmi? Tayyor. Xo'p, inshaalloh o'sha kunning o'zida baylashni qilib bera olamiz. Notariusda turib, sira. Muammo yo'q. Oka, bu yoq tomoniga nima qilgansiz? Bu yog'imiz endi garderobniy. Ichkari tiqilib qolmasligi uchun, bemalol bo'lish uchun, sovuq bo'lmasligi uchun. Hammasi planirovkasini planirovka qilingan. Bundan tashqari yana podolda katta garderobimiz ham bor. Ha. Uni kelinglar birga deb ko'ramiz. Xo'p, aka, endi bitta savol. Nazarbek postigacha necha kilometr? Mana shu yerdan. 3,5 kilometr. O'zim o'lchaganman. 3,5 kilometr. 3,5 kilometr. Bo'ldi. Просто shahargacha chiqib qolguncha qancha vaqt olishini Yo'q. 3,5 kilometr. Probka bo'lganda bir 10 minut, 15 minut grubiy. Qolgan payt obedlarda 5 minut. Kirib kelishdi. Ha. Bu yoq siydimi yo'qmi? 100% to'pli bo'lib. To'pli bo'ldi. Biz qishda ham tushib maza qilib dam olamiz. Mana hozir kun issiqda salqin ko'rasiz. Birinchi xonasi nima aka? Xo'p, birinchi xonamizga garderob, umumiy mana shu katta garderob qilingan. Ha, to есть uylarga kiyim-kechak bo'ladi, boshqa hammasini shu yerga qo'ysa bo'lar ekanda. Bu yoqda-chi aka? Xo'p, u yog'imizda zal. Ha, to есть to'y malaka bo'lsa, tushunishim bo'yicha tepaga ayolli bo'lsa, pastga erkaklar, aka, xudo xolisa. Techkina. Mana bu yerda oynasi ham bor, havo aylanishlariga, xudo xolisa, katta oynasi bor. Bunaqani kichkinagina oyna emas. Mana oynalarimiz ham katta oynalar, havo aylanadi. Gap yo'q. Aka, endi bir savol mana romiga nima ishlatgansiz? Rom imzo. Imzomi? Baxigini Alitex qilib oddiy Yo'q, unaqa aka, xudo xolisa biz o'zimizga nima ravo ko'rgan bo'lsa, xudo xolisa qolganligi ham. Nechiga necha aka zalimiz? Bunimiz ham 7,5 ga 4 tepa bilan bir xil. 7,5 ga 4. Ha. Tepa bilan bir xil. Bu yoq tomoni-chi aka? Unimizni u yoq uyimizda kotelniy sistemasi. Oka, sir bo'lmasa, mana shu kotelniy sistemasiga nechta ishlatgansiz? Qiziq rangga. Kotelniy sistemasiga shu narsalari, ish haqlari bilan ustalarning общий 10 ming dollar. 10 ming. Qo'shib ketdi. Shuning o'ziga oddiy narsa ishlatmabsiz-da? Oddiy narsa yo'q. Hammasi Xitoymi yo nima? Bu Xitoy bo'ldi. Men buni ko'rganman. Yaxshi bo'ling. Servislarigacha mana. Servislarigacha, nomerlarigacha bor, xudo xolisa. Mamoda cheklab olsa, bu yerda santexnikasini qilgan odam mana shu firmada ishlaydi. O'ga servislari bilan. Qalammalar emas ekan. Ha. Yo'q, nima qilgansiz? Bu yog'imiz endi shu yerdan unumli foydalanish uchun kladovkada, zinatidan. Kladovka. Mana shu unumli foydalanish. Okey, bu joyimiz necha sotuvga tushgan? Xo'p, joyimizda 1,47, kadastr bo'yicha aytaman. 1,5 unaqa emas, 1,47 kadastrda. Kadastrlar chiqqan, tayyor, hech qanaqangi muammolari yo'q. Suv, gaz, hamma dokumentlari ham tayyor. Endi qiziq joyga kelamiz. Masharobaga narxini nechta qilib berasiz? Mana shu ko'rib turgan bizning obunachilarimizga. Xo'p, narxini endi oxirgi tochkasini aytaman.
shu joyimizni 150 ming qilib beramiz, xudo xolasa. 150 ming dollar. 150 mingga ana aka baraka bo'lgan sotilgan edi. Mana endi ba'zi sabablarga ko'ra endi nasib qilmagan ekan, bay bisilib ketib qoldi. Mana 2 oy suv oqib ketdi. 200 dollar o'tib berasizmi? O'tib beramiz aka. O'tib beramiz. Ular suyum joyini deganlar ushbu joyimiz sotilyapti. Menga yo'qdi. Haqiqatan o'zlari uchun qilgandek, qurgandek ekanlar. Sizlarga qiziq bo'lsa, pastda Mirshabab akam nomerini qoldiraman. Bemalol biz nomimizda murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu ijoni shu kvartirada yashab yurgan insonlarga jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi.